Birinchi avtomobilimiz oq Hyundai Elantra, ikkinchi avtomobilimiz mokriy asfalt Hyundai Elantra, uchinchi avtomobilimiz Lada X-Ray, to'rtinchi avtomobilimiz Lada Vesta sedan avtomobili, beshinchi avtomobilimiz Cobalt, oltinchi avtomobilimiz ham Cobalt. Endi benzinda bu ham metan gazi bilan, bu ham metan gazi bilan, bu ham metan gazi bilan ikkita yetadigan Hyundai Elantra do'stlar. Janubiy Koreyaning eng tezkor avtomobili, O'zbekistonning eng tezkor inomarkasi Hyundai Elantra. Bunaqasi hali bo'lmagan. Biz hali 2 marta ikkita Hyundai Elantra qo'ymaganmiz. Bunisi sensatsiya bo'ldi do'stlar. Hammaga omad tilayman do'stlar. Mana shu avtomobillar bugungi o'yinimiz qahramonlari ekranlarida chiqib turibdi. +79 632 8840 Sberbankka bog'langan telefon nomerlar Artyom deb chiqadi. Bilet narxi 1,5 ming rubl. Omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin. Mana sizga sensatsion o'yin do'stlar.